Bolajonlarim, uyingizda lavash bilan qiyma bo'lsa, kechki ovqatga ontongina ko'rinishi shohona, o'zgacha juda mazali retsept o'rgataman. 1 kilogramm qiymaga piyoz, bulg'or qalampiri, petroshka mayda to'g'rab solib, tuz va ziravorlar solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Lavash xamirlarni bir xil qilib kesib olib, har bir qavatga qiymalarni bir xil qilib surib olib, bir tekisda ustma-ust qilib taxlab, shu ko'rinishda kesib, o'girib olib, shunaqa cho'pli sixlarni tiqib olib, shunaqa kabob ko'rinishda kesib olamiz. Yana ham mazali chiqish uchun 100 gramm saryonni eritib olib, ozgina limon po'stlog'ini qirib olib, ozgina achchiq garimdori, maydalangan chesnok, qizil paprika, bir osh qoshiq asal solib aralashtirib olamiz. Kaboblarimiz pishish jarayonida suvlari oqadi. Shuning uchun listga yoqtirgan sabzavotlardan solib, saryonni marinad va tuz bilan aralashtirib olib, rishotkaga taxlangan kaboblarimiz tagidan duxovkaga 200 gradusga baravar qo'yib olamiz. Qizarib pishishni boshlaganda saryonni marinadimizni har tomoniga surib olamiz. Keyin yaxshilab pishguncha duxovkada qoldiramiz. Kaboblardan oqqan suvlari sabzavotlarni yana ham mazali qiladi. To'liq retseptni video tagiga yozib qo'yamiz. Bitta yurakcha va shirin so'zlaringizni kutib qolaman. Bismillah. Bay, ustalari qisir, ichlari yumshoqqina, juda mazali.